1 soatda tayyor bo'ladigan sixda somsalarni birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun unga tuz, razrыхлитель, shedris prirodadan 100 gram solib, urvoq qilib olishimiz kerak bo'ladi. Urvoq massamizga kefir, bitta tuxumni aralash qilib, qattiqqina xamirni qorib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirimiz osh xamiriga o'xshab ketadi. Nachinkasi uchun 600 gram yoki qiyma yoki mayda to'g'ralgan go'sht va 2 ta piyoz hamda ziravor, tuz, paprika kerak bo'ladi. Yoyilgan xamirimizni to'rtburchak qilib kesib chiqib, ustidan nachinkamizni solib, videoda ko'rsatilgandek bukib olishimiz kerak bo'ladi. Bukib olingan somsachalarimizni sixga 3 tadan o'tkazib, uni tuxum sarig'i bilan bulab, ozgina kunjut sepib, 1 soatga 160 gradusga duxovkaga yuboramiz. Somsachalarimiz juda ham mazali va chiroyli bo'lib chiqadi. Mehmon kelganda ikkinchi ovqatga tortishga ayni muddao hammani ko'nglidan joy oladigan sochli mitti somsalarimiz tayyor.